katta daraxtlar mevasi bilan turganida har kuni suv berasiz. Nimaga? Meva o'sish kerak. Meva o'sish uchun namlik doimiy bitta mevaga turish kerak. Kam tez beriladi. Yoshligida unaqa emas. 2-3 yoshigacha, 2 yoshigacha deylik, bostirib berib turasiz 3-4 kunda bir. Lapata bilan mana shu tomilg'ich tegini 30-40 sm kovlab sug'orish tekshirsanglar bo'ladi. Suv qanchalik yetib boryapti, yetib bormayapti va shunga qarab yo kamaytirasiz, yo ko'paytirasiz. Keyin u 3-4 kunda bir degani men standartroq tavsiya, chunki tuproq turiga ham bog'liq. Agar tuprog'inglar loyli bo'lsa, suvni ko'proq ushlab turadi, tabiiy orasi cho'ziladi suvni. Toshliroq joylarda suv tez tushib ketadi. U yerda aytganingizdek balki har kuniga ham to'g'ri kelib qolardi. Shuning uchun 1-2 marta kovlab shu vaziyatni tushunib olish kerak bo'ladi. Keyin arig'ingizni sal yana yaqin qilish ehtimoli bor edi, chunki turpog'ingizni ko'ryapman, suv yugurib o'tib ketyapti-da. Tarqalish qanaqa suvni? Yaxshi tarqaladimi? Sabab mana aytyapman-ku, bu rixleniya bo'lgan plus 70 pastdan 70 lik hisobiga. Bu yerda suv yaxshi turib qoladi. Yaxshi nimasi, mana o'zi 3 kun bo'ldi-da suvni tashlaganingizda, mana 3-chi sutka. Lapatkamiz bor, Lapatka bor olib kel Nasibjon.